Alloh beraman desa hech gap emas. 2011-yil Abduqodir Husanov 7 yoshida Bunyodkorga keldi. 2021-yil Husanovning 10 yil kutgan maqsadi amalga oshmadi. Futbolchi Bunyodkor asosiy tarkibiga kira olmadi. Endi hammasi tugadi deb o'yladi u, lekin bu yopilgan eshik uning uchun foydali edi. 2022-yil Abduqodir Energetikda debyut qildi. 2023-yil O'zbekiston U20 terma jamoasida Osiyo chempioni bo'ldi. O'sha yili may oyida Argentinadagi Jahon chempionatida ishtirok etdi. 2023-yil 25-iyul Abduqodir Lans klubi futbolchisi. 2024-yil Husanov Lansning eng asosiy futbolchisi va Fransiya chempionatining eng yaxshi yosh futbolchisi bo'ldi. 2025-yil 20-yanvar Husanov Manchester Cityda. 25-yanvar Abduqodirning City tarkibidagi debyuti. 6-mart Husanov Cityning fevral oyidagi eng yaxshi futbolchisi. 17-mart unga Gelig sovg'a qilishdi. U endi 21 yoshda. Uni Geligi bor, kamida oyiga $300,000 topadi. Xolasa ota-onasini chet elga yuboradi. Katta ehtimol bilan to'yni ham o'zi qilyapti. Xullas, Xudo beraman desa sanabam yeta olmaysiz. Bu videoni omadim kelmayapti deb yurgan bolalarga yuborib qo'ying. Hali hammasi siz tasavvur qila olmaydigan darajada o'zgarib ketishi mumkin.